O'rtoqlar, hammaga salom. Bugun sizlarga men Google reklamani 2026-yilda qanaqa noldan nastroyka qilishni ko'rsatib o'taman. O'zim santexnika xizmati uchun mana ularni o'sha landing page, sotuv sayti одностраничный, shu saytga reklama yoqib berishim kerak. Bu xonada sizlarga darslik bo'ladi va o'zim ham ishimni bitirib olaman. Xo'p, birinchi akkauntni olasizlar, sizlarga maslahatim, men o'zim shunaqa qilaman. Har bir reklamani klient o'zini Gmail o'sha Google akkauntida nastroyka qilinglar. Ertaga chiqib ketaman, boshqasi bilan ishlayman, janimga beraman, или даже ishingiz yoqmadi, menga to'g'ri kelmadi deganda ham shunda login paroli, o'zini viza kartasi, xullas reklamasi o'ziniki bo'lishini maslahat beraman. Men shunaqa qilaman. Google akkauntga kirib olganman. Google Ads deb ochib olaman. Yana birinchi o'zgarish bu, oldin ads.google.com degan Google Ads deb poyga bersak, o'sha chiqardi, o'sha silka bo'yicha biza reklamni kabinetga kirardi. Hozirgi paytda ular ads o'sha google.com indeksdan olib tashlab, boshqa mana business.google.com ichiga tiqib qo'yishgan, o'sha orqali kirib ketadigan qilib qo'yishgan. Plus minus hech nima o'zgarmagan. Kirdinglar, akkauntinglar turibdi. Start now bosasizlar и bizani старый добрый mana ads.google.com ga redirect bo'lib, перенаправление bo'lib, reklamni kabinet ochildi. Xabaringlar bor, eski tanishlar o'tganlar biladi, Google hech bitta narsada o'tirmaydi, postoyanno o'zgartirish kiritadi. Interfeyslarda har xil yangiliklar. Bir marta nastroyka qilib turib, bir oydan keyin yana keyingisini nastroyka qilsanglar, уже sal-pal o'zgarish bo'lib qoladi. Но суть не важна, общий baribir o'sha anaqada ketaveradi. Хоп, birinchi bu yerda как называется ваша компания, добавьте ваш сайт, bu yerda вообще не важно. Men misol uchun bu yerda tupо saytni otini, shu proyektni davom etishdan oldin qisqacha 1-2 minutda o'zimni xizmatlarimni reklama qilib o'tmoqchiman. Xo'p, 10 yillik tajribamdan kelib chiqqan holda absolyutno любой nishada yuqori konversiyaga ega sifatli sotuv sayti yaratib beraman. Yuzlab saytlarga reklama yoqqanim uchun shuncha yillik opitimdan kelib chiqib turib, sotuv sayt qanaqa bo'lishini bilaman. Sotuv saytiga sotuvga olib keladigan triggerlar, kriteriy, faktorlar qanaqa bo'lishini yaxshi bilaman va o'shalardan foydalanib turib, sifatli sotuvga olib keladigan sayt qilib beraman. Agar sizga galochka uchun sayt kerak bo'ladigan bo'lsa, unda to'g'risi boshqa variant topganinglar yaxshi. No, agar yillar davomida sizga xizmat ko'rsatadigan konkurentlar, partnyorlarni oldida uyaltirib qo'ymaydigan sifatli sotuv sayt kerak bo'ladigan bo'lsa, unda men bilan bog'laning. Ikkinchi reklama turim bu Google Yandex reklama. Bunga sayt kerak bo'ladi. Agar saytingiz bo'lmasa, noldan yaratib beraman. Agar ishlab turgan saytingiz bo'ladigan bo'lsa, unda men unga reklama yoqishdan oldin bepul saytingizni korrektirovka qilaman, ya'ni o'sha sotuv triggerlarini kiritib turib, xullas sotuvga moslab turib, unga Google Yandex reklama yoqib beraman. O'zbekistonda Google dan foydalanuvchilar 2025-yilga kelib примерно 13 milliondan oshib ketdi va bu ko'rsatkich yildan yilga faqat oshib boryapti. Bu degani mana shu Google dan post qiladiganlar 13 millionta foydalanuvchining ichida sizning minglab potensial mijozlaringiz bor. Uchinchi xizmat turim bu Telegram Ads. Telegram o'zini ofitsialniy reklamasi. 25 milliondan ko'p O'zbekiston aholisi Telegramdan foydalanadi. Mana 485 dan oshgan do'stlarim ham Telegramlari bor. Telegram auditoriyasi shunaqangi kattaki, O'zbekistonda любой nisha, любой biznesni klientlari, mijozlari Telegramda o'tiradi. Xullas, agar sizning biznesingiz bo'lsa va siz sotuvni oshirmoqchi bo'lsangiz, men sizga sotuv sayt plus reklama qilib podключ qilib beraman va internetdan mijoz olib kelib beraman. Ishlash prinsipim win-win. Klientimga foydam tegsin, klientimning savdosi ko'tarilsin va mana ham foyda qiling. Agar siz reklama bermoqchi bo'lsangiz, klik, prosmotrlarni narxini tushishini kutayotgan bo'lsangiz, unda xato qilayotgan bo'lasiz. Sababi reklama faqat va faqat benzinga o'xshab narxi oshib boraveradi. Eng arzon reklama har doim bugun bo'ladi. Ertaga bugundan reklama qimmatlashadi. 24 ekan bu. master24.uz degan o'shani maslahat beraman. O'shanda botga yozganinglar, mana bu yerda ertangi ko'rinib turadi. Vash sayt. Saytda temperatura qo'shib yuboramiz. Hozir bu o'sha akkauntda reklamni kabinet sozdат bo'lmagan, noldan bu yerda также sizlarda ham shunaqa ko'rinishda, shu interfeysda mana shunaqa chiqib keladi. Так, kechagina boshqacha edi shekilli. Okey. Qachon увеличить количество qilamiz. Kecha nastroyka qilganimda уже boshqacha edi, bugun nastroyka qilganimda уже boshqacha chiqyapti. Xo'p, bunaqa nima gap, nima so'z o'tdi? Сразу объявлениями. Biz akkaunt sozdат qila olmaymizmi? Birinchi akkaunt bu. Tak.
saytni ko'rsatmay tursam-chi, misol uchun, dalее. Yo'q, bermayapti saytni. Yo'q, qoyillarga. Kecha boshqacha edi, bugun boshqacha. Количество звонков. Посещи. Количество звонков, misol uchun. Yana o'sha ko'ryapti, e'lonni sozdат qilgan deyapti. Далее. Tuppa. Mayli. Akkaunt sozdат qilib olguncha yetib olsak bo'ldi. Далее. Voy, вообще eshak-ku bu. Настройки, доступ безопасность. Yo'q, birinchi akkaunt haqiqatdan. Изображение qo'y deyapti. Logotip qo'y deyapti. Keyin mashina qo'yib tur. Rekomendatsiya beradi, mashina qo'yasan. Mashina qo'y. Просто menga o't olay. Qara, logotip ber deydi. Hamma narsani jinni bo'lib qo'ygan. Ammo bu reklama kabinetiga o'tishga bermayapti o'sha menga. Bitta nima bor? Ochsam. Yo'q, xuddi shu. Okey. Mayli, mana tuppa misol uchun men logotipni beraman. Hech qo'ygan mana. Даже hozir web5 anaqada fan. Любой hozir, lishba. Загрузка. Shu mana logotip. Bo'ladimi? Da, mana shu. Va bu e'lonni ishlatmayman. Bizning maqsadimiz o'sha akkauntni sozdат qilishgacha yetib olish. Далее. Muhim joyi, если ваша компания политическая реклама, Yevropada reklamani ko'rsatsam deganda net taqlaymiz, chunki shunday ham ko'rsatmaymiz. Xo'p, budjetim mana shu $3. Da, lekin yomon asab bizadigan eshak bo'libsan-da, mana o'sha platejniy akkauntga keldi bizga, mana mana shu kerak. O'zbekiston GMT 5+ yuramiz, normalniy qolsin. Keyingisi platejniy profil. Qattan ism familiyani topdim, mana shundan topdi shekilli. Лицо. Bu platejniy akkaunt qanaqa bu akkaunt? Здесь полный адрес, новый платежный. Okey. Shuni o'zini izmin qo'raman. Sizlarda bo'lmasa новый qo'rasizlar. Birinchi klientdan oladigan danlarni 4 ta narsani olasizlar. Google akkaunt olasizlar. Желательно eski bo'lsin. Yangi ochmaylar, o'zinikini olinglar. Ugovorit qilinglar, toping kimnikidir. Google yangi akkauntlarni yoqtirmaydi. O'sha Gmaillarni ham eski qancha akkaunt yili eski bo'lsa, shuncha pretenziya qilmaydi. Eski akkaunt, o'sha Google akkauntini olasizlar, o'zining login paroli bilan, keyin o'zgartirib qo'ysa, keyingisi Visa kartasini olasizlar. Visa kartasini ichida puli bilan birato'lish, $100 puli bilan olasizlar. Sразу Visa kartani egasini, misol uchun to'g'ri o'zi Google akkaunt o'ziniki, xotiniki bo'lib, Visa o'ziniki, xotiniki teskari bo'lishi mumkin, nevajno. Visa kartani egasini MyGovdan ruscha versiyasini, выписка, shu propiska bo'yicha выпискasini olasizlar. Shu 5 minutda oladi. MyGovda u bepul PDF formatda bo'ladi. Keyin o'sha nima yana olasizlar? Bo'ldi, Google akkaunt, Visa karta o'sha ichida puli bilan propiska bo'yicha выпискasi и 4-inchisi pasportdan skanerni olasizlar. Boshida olasizlar, keyin to'ldirib kelasizlar. Bo'ldi, qaytib kelmaysizlar, klientni ham jo'rgitib qo'ymaysizlar. Mana misol uchun qaranglar, bu yerda Abdukarim Rahimov yozgandi. Misol uchun mana pasportini qaraydigan bo'lsak, bu yerda pasportda o'zi bo'lmaydi, bunaqa keyin boshqatdan so'rab turadi. Mana bunaqa ko'rinishda bo'lishi kerak pasport. Men buni уже razmetniy qilib qo'yaman. Orqa foni однотонный bo'lgani yaxshi. Bu yerda Rahimov Karimboy turibdi. Bu yerda Abdukarim, bu yerda Karimboy. Shuning uchun biz nima qilamiz? ID kartada yozilgani bo'yicha kiritamiz. Karimov. To'g'rimi? Rahimov Karimboy, to'g'ri. Rahimov Karimboy. Adresini bo'lsa, sразу mana MyGovdan olgan выпискasi bo'yicha adresga город Toshkent, Sergeli 1 deb bo'lsa bo'ladi. Yarmini adres 1 ga qo'yamiz, qolgan
yarmini kvartiragacha mana misol uchun 2 ga qo'yib yuboramiz. Один к одному прям o'sha MyGovdan olingan dokument bilan. Erta adresini подтвердить qilgan MyGov dokument yuborgan deganda bizda mana shu MyGov ofitsialniy dokumentini yuboramiz, bizga umuman muammosiz bunaqadan chiqarib yuboradi. Mana bu yerda ham shunaqa Karimboy Rahimov o'zini to'ldirishini, o'zini og'aynilari, masalan, Abdukarim deyish mumkin. Bizga dokument bo'yicha bo'lishi kerak. Biza bilamiz, что Karimboy, Abdukarim, Abduqo'shilada. Ular uchun umuman begona ism hisoblaydi uni. Boshqa ismi deb turadi. Tak. Indeks qayerdan bilamiz? Misol uchun bizga примерный bilsak bo'ladi, mana shuni olamiz, rayonini olamiz, indeks so'zini qo'shamiz. Indeksini bilsak bo'ladi. Hamma rayonning o'zining indeksi bor. Примерно mana shu indeks ekan. Toshkentniki 100 bilan boshlanadi har doim. Indeks город самособой. Toshkent bo'ladi и Toshkentskiy bo'ladi. Tekshirib olasizlar, Rahimov Karimboy adreslar, indeks Toshkent, okey, отправить. Endi укажите налоговую информацию biz fizlico qilib ochamiz. Редко юрлицо bo'ladi. A tak юрлицо'lagan fizlico. Xullas zapisim to'xtab qolibdi. S diskimda joy qolmabdi. To'lib ketdi-da. Hozir bo'shatib yubordim boshqatdan. Qayerda tugabdi? Платежный аккаунт tugagan. Shu tuni boshdan gapirib ketaverdik. Xullas keyingisi налоговый statusi fizlico tanlaysizlar. Chunki 99% fizlico bo'ladi, редко юрлицо bo'ladi. Hozir ularni boshingdan ortmanglar-da. Nima o'zi юрлицоga nasro'ka qo'yotganinglardan fizlico qilasizlar. Chunki sizlar asosan B2B ishlasanglar, sizlarda asosiy klientlaringiz юрлицоlar bo'ladi. No, baribir fizlico qo'yib berasizlar. Shunda проверкаdan o'tish osonroq bo'ladi, kamroq dokument so'raydi. Keyingisi способ оплаты Visa karta kiritasizlar. Uni o'rgatishim shart emas. Платежный аккаунтda, платежный настройкада avtomat bor, платеж предоплата bor. Avtomat bilasizlar 0 dan boshlaydi-da, oldin sizlarni minus 50, 100, 200, 300 dollar qarzga tiqadi. Boshida 50 dollar, keyin 100, o'sha ishlagan vaqtinglardan, reputatsiyalardan kelib chiqqan holda. Платеж предоплата bo'lsa, oldindan pulni tashlaysizlar, 10 dollarmi, 100 dollarmi, 1000 dollarmi, o'sha summani ishlatadi, 0 ga kelganda to'xtatadi. Klient o'zi umuman faqat платеж предоплатада ishlashingiz kerak. Agar sizlar nasro'ka qilib kimnikidir to'g'rilab berayotgan bo'lib qarasanglar, avtoplateж turgan bo'lsa, uni предоплатаga o'tkazib qo'yinglar. Qanaqa qilishi kanalda video bor. Topa olasizlar uni. Xullas, yangi nasro'ka qilayotgan bo'lsanglar, обязательно предоплатаga o'tinglar. Ertaga qaramay qolgan joylarda ham qarzga tiqib sizlarga bosh og'riq bo'lmaydi-da. Okey, 50 dollarga qarzga kirib qolibdi, okey 100 ga kirib qolibdi deb mana asabzorlik bo'lmaydi. Платеж предоплатаga o'tasizlar, minimalniy summa 10 ko'rsatasizlar. Google bilish kerak, что bu Visa karta aktivniyligini bloklanmagan, uni hisobida o'sha 10 dollarga yechib ko'radi. 10 dollar samo собой shu tiliga tushadi, tushib ketmaydi. Oldindan hamma narsani so'raganinglar, reklama yoqib bering deb o'sha to'lovni olganinglardan keyin shu 4 ta narsani so'raysizlar, hammasini bergandan keyin reklamaga o'tasizlar. O'shanda klient ham bezovta qilmay, sразу настройка qilib ketaverasizlar. Keyingisi, net bu yordam kerakmi deydi. Men har doim net deyman uni. Поздравляю. Kompaniyaga o'tdi. Eshak mana даже kecha настройка qilganimda ham bunaqa emas edi. Настройкasi buni. Konversiyani настройка qilyapti. Не сейчас akkauntga o'tkazmani. Nima bu ko'rinish bu? Şey kompaniya. Nima ko'rinish bu? Перейти в режим эксперта ochildi mana bu yerda oxiri. Sразу aytdi. Optni marketologlarga senga kerak emas, sen bunda o'tir, men o'zim senga zo'r qilib beraman. Yo'q, bizga rejim ekspertini ber. Bizga maksimum hamma настройкаlar ochilsin, hamma funksiyonal ochilsin, biza hamma narsani ruchnoy qo'yib o'zimiz kontrol qilamiz. O'shanda o'zimiz bilamiz nimada ko'rsatamiz, nimada ko'rsatmaymiz. Mana hozir boshidan kompaniya sozdat qildik, umniy. Sразу birinchi o'chirasizlar buni. Bir остановить qilasizlar. Okey, вообще o'chirib yuborsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar. Umuman kerak emas bu. Biza bu kompaniyani boshida shu akkauntga kirib olish uchun qildik. Bo'ldi. Bu kompaniyamiz o'chdi. Keyingisi mana otini yozgan joyimiz mana bu tushda master 24.uz. Sразу bilasizlar, qaysi proyektligini.
Hani sutkaga bitta kirib ko'ramiz va $10 tushgan. Tushdi, lekin ko'rinmadi, bilasizlar. Tushgandan keyin 15 yarim soatlardan keyin, 15 minut yarim soatlardan keyin ko'rinadi. Mana bu yerda ko'rsatadi tushgan summa bo'ldi. Demak, bu ko'rinadi bu yerda mana. 7-fevral $10 tashlading qaysi viza kartadan. Bo'ldi. Demak, viza bo'ladi. Birinchi qiladigan ishinglar akkauntda shu kompaniyaga o'tasizlarda, rekomendatsiyaga o'tib turib, настройка автоматического применения bitta qarab qo'yasizlar. 0 из 7, 0 из 14 bo'lish kerak. То есть 0 0 bo'lish kerak. Yoquv emas, o'chuv holda turish kerak bu narsa. Mana birinchisi yetdi. Agar qaysi biridir bu yoquv bo'lsa, mana bu yerda 1 bo'ladi, 2 bo'ladi. Masalan, выбрать qilsa bo'ladi. Отменить выделение. Bu ham 0 bo'lish kerak. Bu eng опасный narsalardan bittasi. Rekomendatsiya avtopрименение. Xohlagan настройканы sizlarga taklif qiladida, keyin применять qilib yuboradi. Reklamanglar, настройка qilib qo'ygan reklamanglar o'zgarib 1-2 oydan keyin vashi boshqa reklama turiga aylanib qoladi. O'zi shirokий соответствиялар qo'shib tashlaydi. E'lonlarni, tekstlarni ham o'zgartirib tashlaydi. Kerak bo'lsa xohlagan logotiplar, xohlagan kalit so'zlar qo'shadi. Xullas, bilgan bo'qini yeydi-da, lish bu sizlarni ko'proq pulinglar ketishi uchun. Ora-chora kirib ko'raverasizlar. Kompaniya rekomendatsiya. Bu yerda kompaniya tanlanmagan bo'lishi kerak. То есть akkaunt tanlangan bo'lishi kerak. Kompaniya tanlangan bo'lsa, bu yo'q qoladi, ko'rinmaydi. Shu har doim qarab turasizlar, 0 turgan bo'lsa. Объявление не показывается, конечно, не показывается. Yo'q, yangi mana kecha chiqqan narsa bu ham. Yangilik kiritishda mana объявление только с номером телефона больше не будут поддерживаться. Bu eshak iini sababi bu yerda ham faqat nomer o'sha e'lon turi bo'lardi. Bizda asosan ikkita ishlatardi. Adaptivniy, tekstoviy, ikkinchisi nomer telefonli. Faqat nomer ko'rinadiganlik. U mobilnilarda ishlaydi. O'shani hozir olib tashlayapti. O'sha hammasini tekstli qiladi, rasm tekstli. Uni sal o'zgartiradi, vizualnada, nomeri ham shunga qo'shib. Xullas mana shunaqa gaplar. Endi kompaniya so'zlab qilaman. Так, компания, новая компания. Не указывать цель, цель ko'rsatmaymiz, chunki hozir men qaysidir цель unga nima qilmoqsan o'zi, вообще nima kerak senga reklama qilyaptim. Men sotmoqchiman, magazinimga kirmoqchiman, buni ko'rsatmoqchiman deb u цель bersam, o'sha цельdan kelib chiqib menga tip kompaniyani maslahat beradi. Chunki men hozir 5 ta 9 ta beryapti. Agar men продажа qilmoqchiman desam, boshqani beradi. Lead qilmoqchiman desam, trafik sayt qilmoqchiman desam, reklama приложение qilmoqchiman. Hammasida har xil variant beradi. Ishing bo'lmasin desa, unda bizga hamma tip bo'pti, mana nimalarni qila olasan deb. Не указывать цель поиск. Biza asosan hozir poiskga reklama qilyapman. Ya'ni, uchun santexnik, uslugi santexnika deb, misol uchun reklamani. Bu o'zim asosiy brauzer emas, menda bunaqa brauzerlar ko'p. Nechta akkauntlar tiqib qo'yganman, chunki hammasida reklamalar, akkauntlar turadi. Shuning uchun o'zbekcha chiqyapti, hayron bo'lmanglar. Oke, o'zbekcha ishlatarkanlarmi? Qatdan o'tirish chiqib qo'yadi. Xullas, не суть важно. Mana shunaqa poiskdagi reklamani настройка qilyapmiz. Poisk tanlayman, продолжить. Посещение сайта, misol uchun. Xohlasanglar nomerni ham kiritib qo'yaverasizlar. Не важно bu. Telefonные звонки. O'zbekiston. Nomer. Продолжить. Чисто kompaniyani oti o'zinglar bilsanglar bo'ldi. Misol uchun men proyekt otini yozaman har doim. Toshkent, Rushnaya deb turinglar. Хотя максимальный клик qo'yaman. Boshida har doim reklama zapis qilganda максимальный клик общий данный yig'ish uchun, shuning uchun. Хотя oxiri baribir Rushnayaga o'taman-ku, mana Rushnaya turaversin-da. Keyingisi konversiya emas, strategiya sразу klik deb o'tiraman. Максимальный клик bu sohada men примерно bilaman, misol uchun 50 sent normalniy bo'lishi. Keyingi juda muhim joyi sech поисковых партнеров Google. Buni даже qoldirsa ham bo'ladi. Bunaqa pagoda rol o'ynamaydi. Sizlarning rasxodingizga bir 5% qo'shiladi. Uzoq 10%. Shunga yarasha realniy boshqa partnyorlarda ko'rsatadi. Misol uchun Google kartada ko'rinadi. Google kartada ham reklama yoqsa bo'ladi. Ha, именно. Google kartada ham reklama ishlaydi.
misol uchun tekshirib ko'ringlar, mana Google Map qilaylik, qanaqa reklama ishlashini ko'rsatib ketaman. Hozir endi to'g'ri zapros yozishim kerak. Misol uchun tur firma deb yozib ko'raylikchi. Mana reklama turganda mana reklamada. Talisman tur. Qarasizlarmi? Odamlar bilmaydi-ku buni reklamaligini. Bu chiqish kerak emas-da, o'zi ma'mila chiqish kerak, bu chiqyapti misol uchun. Misol uchun lor deb yozib ko'ringlar. Bu yerda yo'q ekan reklama. Xullas, mana shunaqa hozir vaqtni ketkazmaymiz. O'sha Google Map'da ko'rmoqchi bo'lsangiz, siz поисковых партнеров tanlaysiz и контекстный reklamani o'chirasizlar. Bu bizada уже banner reklama. Например, Olliqga kiraylik. Например, misol uchun любой e'lonni kiramiz. Sizda, например, mana. Reklama at Google. Mana shunaqa bo'lib qoladi reklamalar. Sizlarga kerak emas. Bizga kerak emas bu. Bu sotuvni oshirmaydi, bu asosan brendingga yaxshi. Eslatish uchun bizga mana bunaqa poisk kerak. Shuning uchun KMS контекстно медийная сеть o'chiramiz, bannerni reklama. Местоположение сразу Toshkent. U yog'i уже eskicha, просто tezlashib ketaman u yog'iga. Variant местоположение присутствие tanlashni maslahat beraman. O'shanda o'sha tanlagan territoriya, xullas, men Toshkentning ichida turgan odam reklama qidirsagina reklamani ko'rsatadi. Samarqandda turib, kimdir santexnik в Toshkentda deb yozsa, unga ko'rinmaydi. To'g'ri, Toshkent so'zini ishlatyapti, но u присутствие emas u. Присутствие degani именно shu territoriyada turadi. Shuni beraman, bu более rentabilniy qilib beradi. Shuni qiladi. Сразу английский, русский, турецкий. Bu nima bu? Reklama turi, til qidirayotgan odamning tilini bila olmaydi bu narsa. Unga aloqasi yo'q. Bu brauzeri qaysi tilda bo'lgan odam. Shunaqasiga bila oladi. Brauzer qaysi tilda bo'lganligi ko'rsatadi. Yana shu savolni beryapti, Xati bosh tanladi. Politsiyaskiy reklama для S ko'rsatsam, Yevrosoyuzga yo'q, ko'rsatmayman. Ko'rsatmayman. Bu ishni tegmayman. Dalay. Сразу qilib ketdik. Keyingisi уже e'lon soldat qilamiz. Ключ e'lonlar. O'zi zo'r variantlar asosan beradi. Mana uslubi santexnika deb. Uchun o'zi ham zo'r beryapti yoki tupa ChatGPT qo'yib turib, uchun men ruscha yozaman o'rtoqlar. Sizlar o'zbekcha yozsanglar yozaveringlar. Misol uchun menga ruscha удобнейroq. Так, просто настройка Google Ads. Начнем с ключей. Собери ключи в кавычках. Не. Maqolsa отменить qil. Beshukka. Услуга сантехника. Запись ketdimi? В Toshkentda. Oldi. Endi bo'lmasam bu saytda o'zcha analiz qilib elektrikka ham qo'shib yuboradi. Okey. Ashtiga yoqib ketaveraman-da. Mana. Bitta baribir ko'rib chiqaman. 100% ishonib olmaylar ChatGPTga, xuddi pro versiyasi bo'lsa ham. Santexnik услуги, вызов сантехника, санчастный, срочный сантехник, срочный. Авторин сантехник, засор, почистка, ремонт, сантехника, установка смесителя, работа, унитаз, бачка, домашний сантехник. Течет труба Ташкент. Okey, mayli, yomon emas. Keyin baribir korrektirovka qilaman. Men reklama yoqib qo'yib, har kuni bitta kirib tekshirib korrektirovka qilaman. Yangilarni qo'shaman. Ishonib qolib bo'lmaydi. Kalit so'z kiritildi. Endi nima qilasizlar? Misol uchun e'lonni screen qilasizlar.
Объявление. Объявление. Отлично. Tushuniladi. Toma e'lon so'zat qilamiz endi. Отлично e'lonni. Keyin misol uchun zotni anaqasida santexnik Toshkent bo'lib, nima farqi bor? Toshkent. Tak, mana bizga 12 ta anaqa berdi. Birincisini dinamitskiy beramiz o'rtoqlar. Hop. Keyin tupa mana shu qolganini qo'yib chiqamiz. Qaysini keldim? Не уходит. Вот. Сегодня. Она уже средненько chiqdi. Отлично. Хорошо. Yopib qo'yamiz уже. 15 ta qo'shish mumkin, bizga bu 12 tasini berdi. 15-chisiga misol uchun o'zbek Kirill alifbosida lotinda ham yozib qo'yamiz. Oladi hozir santexnik xizmati. Usta santexnik. Toshkent 24 ga yetdi. O'zi 24 ga yetdi ishlaydimi, yo'q bilishim kerak. Yozib yubordim. Zakrepit qilgan deyapti, men yoqtirmayman, pin qilmayman buni. Описание berdi. Bitta описаниeni даже o'zbekcha Kirill o'shani lotinchada yozib qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana уже хорошоga chiqdi, уже описание. Endi описанияларni yoz, уникальный bo'lsin deyapti. Hozir по идее mana 4 mana уже yarmi to'ldi. Yana bitta qo'shaman. В идеале misol uchun u ham to'lish kerak. В идеале misol uchun mana. To'ldimi? Bo'ladi. To'lmadi. Xo'p, qani mana bir-biridan farq qilsin dedimi? Texnik xizmat usta o'zbekcha berib qo'yamiz. Описание. Olmadi. Mayli. Хорошо ham. Yaxshi. Хорошо. Далее. Xo'p. U yerda дополнительный ссылка bor edi, men uni o'tdan qo'shmadim. Дополнительный ссылкасini bu yerdan chiqib olib, keyin obyektivdan qo'shaman. Подтвердите личность. Подтвердить qo'yaman. Так, приложение Google. Abdukarim Mozdan qiladi. Abdukarim qiladi. Men qilmayman. Yuboraman shuni skrin qilib. U o'shanda menga ruxsat berib yuborsa, keyin davom etadi. Bo'ldi, kirdi, qildi. $10 normalniy примерный summa. Bu yerda bittada to'g'ri nastroyka qilish emas, plus minus qilib, chunki keyin to'g'rilanadi u hammasi. Kalit so'zlar qo'shiladi, olinadi, minus so'zlar qo'shiladi, ilonlar qo'shiladi. Biza просто hozir fundamentni tam plus minus 60-70% ni to'g'ri qilib olish maqsad bu yerda. Zapusk qilamiz. O'zi nima reklama zapusk bo'ladi? Ko'rasizmi? Qanaqa ishlaydi? Zapusk qilasizlar, rezultatni ko'rasizlar. Mana bunday qilish kerak ekan, to'g'rilaysizlar. Ko'rasizlar yana to'g'rilaysizlar. Ko'rasizlar, mana shunaqa. Korrektirovka qilib chaqlab reklamani o'sha optimal variantini chiqarasizlar. Hech kim hech qachon bittada to'g'ri nastroyka qilib keta olmaydi. Imkoni yo'q. Chunki даже siz yarim yil oldin o'shani zo'r nastroyka qilib esingizda qolgan bo'lsa ham, yarim yil o'tdi уже. Unda yoz bo'lgan bo'lsa, hozir qish, sezonnisi boshqa. Boshqa kalit so'zlar, boshqa zaproslar qo'shilyapti. Okey. Bitta tekshirib chiqasizlar. Опубликовать qilishdan oldin название, тип компании, поисковая цель, контакты, ставка, максимальное количество кликов, привлечение. Так, eng важный joyi mana. Поисковая сеть Google bo'lishi kerak, партнерский partner ham turibdi bu yerda.
Mana bu KMS yoqib bo'lmasin. Yana boshidan o'sha hammasini dali o'shalarni o'tishim kerak endi. Xullas. Eng важныйsi mana shu. Keyingisi местоположение. Toshkent, русский, английский, турецкий, yezdni ko'rsatmaymiz, segment не важно, yog'i, kalit so'zlar, использовали, budjet, опубликовать. Bo'ldi. Kompaniya so'zlab qilindi. Mana kompaniyamiz. Bundan narigisi o'chib, birinchisi o'chib ketdi. Mana bu yerda включено приостановлено. Turibdi, agar hammasini ko'rsatsak, mana boya o'chirib olganmiz. O'zi mana shu turish kerak, o'chirib olganlar, shunda ko'rinmaydi. Xo'p. Kompaniyaga kiraman. Kalit so'zlar qo'shildi. Nimaga qo'shtirmoq ichida? Frazoviy chunki. Eng anaqasi bu frazoviy hisoblanadi. Eng безопасныйsi bu frazoviy. 3 xil bor, o'zi bilasizlar. Shirokий соответствие bu juda ham riskovni. Bitta kalit so'z qilsanglar, o'shanga yaqin bo'lgan yana 10 tasida ham reklamalar ko'rinadi. Primer analogiyada, agar bunda bitta kiritsanglar, unga o'xshash 2-3 tada ko'rsatadi. Frazoviyda. Точно соответствие bor, unda bitta ko'rsatsanglar, faqat o'shanda ko'rsatadi. Shuning uchun mana shu seredinka eng optimalnisi frazoviy соответствие bo'lsin. Keyingisi minus so'zlarni ham hozir qo'ldan kelgancha ChatGPT dan foydalangan holda kiritib chiqamiz. No, keyinchalik har kuni reklamani ko'rib, bizga to'g'ri kelmaydigan запросlarni minus so'zlarga kiritamiz, o'shalardan reklama ko'rsatmaslik uchun. Okey, теперь хорошо. Теперь собери минус слова. Так, mana hozir bu yig'ib turadi. Birinchini olmasam ham bo'ladi. Bitta yugurtirib chiqaman ko'zni. Hop, bittalik so'zlar chiqaman, masalan, бесплатно, дешево, сам, своими. Buni ham bitta borish kerak. Своими ni o'zini yozsa ham, rukami deb qidirsa ham chiqmaydi. Instruksiya как сделать отзывы, YouTube картинка скачать. Mana shu so'zlar, agar u mana shu so'zlarning bittasi uni qidirganida qo'shilgan bo'lsa, bizning reklama ishlamaydi. Bu shunaqa so'zlarda, misol uchun, bo'lishi mumkin. Например, услуги сантехника YouTube. U bizani uslugani qidirmayapti, u YouTube'da dars qidiryapti. Shuning uchun bizga to'g'ri kelmaydi. O'shanda reklamamizni ko'rsatmaymiz, budjetni oqizib olmaymiz. Цена товара. Tsinani olib tashlayman, chunki santexnik tsina, uslugi santexnika tsina deb yozish mumkin. Internet magazin, ikkita bo'lib qolibdi. Ikkita bo'lib qolsa ham hech nima qilmaydi, o'zi o'chirib yuboradi. Truby kupitlar kerak emas bizga. O'zi bir marta yozdi, 2 marta ishlatmasa ham bo'ladi. Sizlar 2 marta o'tib ketib qolsa, xavotir olmang, hech nima qilmaydi. Minus so'zlar unaqa ja strogiy emas, o'zi cho'moladi. Remont texnik, remont santexnik, mana shu ehtiyot bo'linglar. Remont so'zini o'zi qolib ketmasin, chunki remont santexnika deb qidiradigan odamlar bo'ladi. Стиральный mashinani ham olib tashlagan bo'lardim, chunki установка стиральной машины ham santexnika xizmatining turiga kiradi. Посудомоечный ham olib tashladim. Bu shaharlar что olib tashsa bo'ladi, почему, причина, как olib tashsa bo'ladi. Shunda hamma как ishlatilganlar ko'rinmaydi, chunki bular informativni, qanaqa qilsam bo'ladi. Bizga shu uslugani olaman deganlar kerak. 80 bitta kalit so'z yig'dik. Keyinchalik men hali 2 taga olib chiqaman. Har kuni titkilab. Bo'ldi, minus so'zlar qo'shildi. Ключевой so'zlar, minus so'zlar qo'shildi. E'lon bor bizada. Хорошо degan anaqada. Endi obyekt uchun местоположение Toshkent. Ko'rib olamiz. Toshkent расписаниеni aniq bilinglar. Расписание hamma har xil ishlaydi. Misol uchun soat 8 dan uni klient bilan so'raysizlar. Okey. Menga telefon ko'taradigan vaqtingizni ayting. Agar
ishxonadan soat 6da chiqib ketadigan bo'lsangiz, 6dan keyin trubkani ko'tarmaydigan bo'lsangiz, bo'ldi, 6da reklamani o'chiramiz. Bekorga u chiqib ketgan, trubkani ko'tarmaydi. No, telefon jinglab yotibdi. Sizlarga budjet oqib yotibdi. Shuning uchun aniq bilinglar. Telefonni ko'tara oladigan vaqtida sizlar reklama ko'rsatasizlar. Keyingisi. Xo'p. Endi obyektga kiramiz. Mana bu yerdan birinchi eng важныйsi дополнительный ссылкаlarni qanaqa qilasizlar? Дополнительный ссылкani tupо screen qilasizlar. Chunki bu yerda условия bor mana o'rtoqlar. Tushunib oladi o'zi, saloha berishim kerak ekan bunga, ikkita описание berishim kerak ekan. Условияni ham bilan, saloha 25 ta simvolgacha, birinchi va ikkinchi описаниялар 35 ta simvolgacha bo'lish kerak ekan deydi-da. Buni olib turib beramiz. 6 доп ссылок. Пожалуйста, demasanglar ham bo'ladi. Ungacha ham bu yozguncha ссылкani olib biz saytda hammasiga qo'yib chiqamiz. Bir xil bo'lmasin deb. Okey, mana. 3 4 5 ko'ramiz. 6 ta bersa, 6 tasini. Срочно santexnik. Дополнительный ссылкаlar biz buni odamlar uchun qilmaymiz, biz buni e'lonimiz более объемный bo'lsin, Google'da katta ko'rinsin, konkurentni pastroqqa tushirib olsin, ko'proq vнимание bizda qolsin degan maqsadda hafsala qilib chiqamiz. O'zi 4 ta tiqsa ham bo'ladi, o'zi normal. Chunki ko'rinsa maksimum 4 ta ko'rinadi. Дополнительный ссылка kiritdilar degani, u дополнительный ссылкani ko'rsatdi degani emas, o'rtoqlar. Ko'rsatdi degani emas. Bir xil qilib qo'ydim. Google reklamani xohlagandek ko'rsatadi. Ishoning, prям xohlagandek ko'rsatadi. Siz o'zingizcha chatga qilib to'ldirasiz. To'ldirish mumkin bo'lgan joyga to'ldirasiz. U oladida bitta dona zaголовок ko'rsatadi. Santexnik Toshkent. Siz 15 ta berasiz, u bittani ko'rsatadi. Описаниеga 2 qator yozib qo'yadi. Nomer ko'rsatmaydi, дополнительный ссылка, уточнение, описание вообще. Удобство hech nimani ko'rsatmaydi. Reально 2 qator narsa yozib qo'yadi. Oh my god. Hech nimangizni ko'rsatmaydi. Mana shunaqa. Hop, keyingisi nomer telefon. O'zbekiston. Nima bu degan gap bu? Okey, nima qilamiz? Увеличитga 5% qo'shib qo'yinglar. O'shanda masalan $1 bo'lsa, звонокка bosganda $1 5 sent, 5% kurka oladi. Unga motivatsiyada nomerimni ko'rsatgan, o'shanda senga 5% kod to'layman degan. Доп ссылка, номер telefon обязательно. Undan tashqari описание, уточнение, структурирование описаниeni ham qo'shib chiqsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Yangi ochilgan reklamli akkaunt, reklamli kompaniyada rasm qo'shish imkoni bo'lmaydi. Logotipni aytsa, rasm изображение degani mana bitta qo'shilib qoladi keyin yarim oy, bir oydan keyin. Уже reklamali изображение bilan chiqish, chiroyli chiqishi boshlaydi. Unda yangilarda u narsani bermaydi. Keyinchalik ko'rib ko'rasizlar. Bo'ldi. Asosiy ishni qilib bo'ldim, yog'i va xuddi to'g'rilayveraman. Так, yana misol uchun уточнение плюс nima edi? Структурированное описание. Bundoq qilsanglar ham bo'ladi. Еще mashalani menga yozib ber. Ketdi. Уточнение qo'shamiz. Bular ham e'lonni
tekstini semirtirishga olib keladigan narsalar. Qo'shimcha narsalar. Точнее, bu qo'shimcha aniqlashtirish, qo'shimcha o'sha описаниеda bunaqa bo'lishi mumkin-da. Описание 90 ta simvol bo'ladida siz 65 tali yozib qo'ygansiz, misol uchun. 35 tami qancha joy bo'ladi? 25 ta joymi? O'sha payt mana shu yerga уточнениялаringizni tiqib yuboradi. Kompaniyani уровениga tiqib qo'ydim, o'zi to'g'ri kompaniyaga tiqishim kerak, akkaunt adashdim, to'g'ri qildim. Endi strukturированное описание. Men kompaniyani tanlab olib, keyin дополнительный ссылкаlarni to'ldiraman-da, chunki bilasizlar, kompaniya iyerarxiyada tepada, uning ichida уже там gruppa, e'lon, дополнительный ссылка o'ziniki bo'ladi. Akkauntga qilib olmayman. Akkauntga qilsam, chunki yonidagi boshqa kompaniyaga ham ishlab ketib qoladi. Shu kompaniyani tanlab olib, keyin o'sha do'p ссылкаlarni to'g'rilab chiqinglar. Sizlarga ham maslahatim. Описание. Так, bu yerda nima bo'lgan? Misol uchun uslugi deb qo'ysang ham bo'laveradi. To'g'ri keladi. Do'stlar uslugimi. Неважно. Bo'ldi, shunday beramiz ekan. Bo'ldi, save o'tsa o'shanda strukturированное описание, дополнительная ссылка, уточнение, номер telefona qildi, ilonni yaxshi so'zlat qildi. Bu o'tgandan keyin ham тоже yo отлично bo'ladi, yo точно хорошая bo'ladi. Vaqtlarni qo'ydi, avtorekomendatsiyalarni olib tashladi. Bo'ldi, yo'q endi ko'ramiz. 2 soatda или uzog'i 5-6 soatda moderatsiyadan o'tib qoladi. Umuman olganda shu 2026-yil mana ko'rib turibsizlar, Google Ads уже yana o'zgartirish kiritgan 1-2 kun oldingi ahvoldan ko'ra. Bu xonada sizlar ham o'sha ekspertniy rejimga qanaqa o'tishni ko'rdinglar, kompaniya so'zlat qilib o'tishga to'g'ri keldi. Xo'p, o'rtoqlar, обязательно like bosinglar, bunaqa qizg'anchiq bo'lmanglar. Men pulli darslarni sizlarga bepulga o'rgatyapman. Hattoki pulli kurslarim ham yo'q. Uchun necha yil o'qitimiz sizlarga bepulga o'rgatyapman. Bilasizlar, sizlar tarafdan menga o'sha like, podpiska, переслать qilib bir-biringizga kommentariylarni yozsanglar, o'sha menga motivatsiya bo'ladi. Men o'sha bir haftada bitta video emas, kerak bo'lsa ikkita video ham chiqaraman. Bu chiqarayotgan narsalarning hammasi sizlarga foyda bo'lishi uchun. O'sha shogirdlar ham yillar noto'g'ri yo'llardan ketib adashmasin-da, shu maqsadga tezroq yetishib olish maqsadida qo'yilyapti bu hammasi. Men sizlarni qo'llab-quvvatlayapman, nastavnik bo'laman. Также sizlar ham meni qo'llab-quvvatlaylar. Birgalikda shu Google Ads sayti yaratish hammasini, community'sini kuchaytiramiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.